Boylikka erishish potensiali kimda qanday? Eslatib o'taman, bu ma'lumotlar nisbatan olingan bo'lib, eng aniq ma'lumotni faqat natal kartangiz orqali bilish mumkin. Demak, boylikka tezroq erishish potensialini burchlarning boshqaruvchi sayyorasi orqali, 2 va 8 sektorlari orqali va umumiy xarakterga qarab aniqlash mumkin. Buzoq burji vakillari. Buzoqlar 2-uy, moliyaviy uy sohibidirlar. Sabrlilik, moddiyatni qadrlash, sekin-asta lekin mustahkam boylik to'plash imkonini beradi. Ular mol-mulk, yer, ko'chmas mulkka sarmoya qilish orqali tezroq boyishlari mumkin. Biroq haddan tashqari ehtiyotkorlik va o'zgarishlarni istamaslik yoki qo'rqish xavf tug'diradi. Arslon burji vakillari. Arslonlar obro'-e'tibor orqali boylik topadilar. Liderlik, ijodkorlik, mashhurlik bilan katta pullarni jalb qilishlari mumkin. Biroq dabdabaga pulni ko'p sarflab yuborishlari ularni minusga olib kirishi ham mumkin. Qovg'a burji vakillari. Qovg'alar innovatsiya, texnologiya va noodatiy yo'llardan pul topishi, startap, IT, yangi g'oyalar orqali tez boyishlari mumkin. Ammo haddan tashqari xavf-xatarli qarorlar chiqarish minusga olib kirishi ham mumkin. Egizaklar burji vakillari. Egizaklar savdo, axborot, ijtimoiy tarmoq va ko'plab yo'nalishli ishlar orqali tez boyishlari mumkin. Ular qaysi sohada pul borligini tez sezadilar, ammo diqqatning tarqoqligi boylikni ushlab qolishga to'sqinlik qilishi mumkin. Chayon burji vakillari. Chayonlar moliyaviy transformatsiya, sarmoya, meros, moliyaviy hamkorlik orqali boylik jalb qiladilar. Investitsiya va biznesda kuchlidirlar, ammo manipulyatsiya va haddan ortiq risk xavf tug'dirishi mumkin. Tarozi burji vakillari. Tarozilar hamkorlik, san'at, diplomatiya orqali pulda kengayishlari mumkin. Ularda sheriklar bilan boyish imkoniyati yuqori, ammo ular mustaqil moliyaviy qaror qabul qilishda qiyinchilikka uchrashlari mumkin. Qo'y burji vakillari. Qo'ylar jasorat va tezkorlik bilan boylikka intiladilar. Ular birinchi bo'lib boshlash, xavfga kirishish orqali katta daromad olishlari mumkin, ammo pulni tez topganlaridek yo'qotishlari ham tez bo'lishi ehtimol. O'qotar burji vakillari. O'qotarlar keng qamrovli ishlar, xalqaro biznes va ta'lim orqali boylikka erishish imkoniyatlari yuqori, ammo haddan tashqari optimizm sabab noto'g'ri sarmoya qilishlari ham hech gap emas. Baliq burji vakillari. Baliqlar intuitsiyasi orqali, san'ati, iste'dodi va ijod qilish orqali daromad qiladilar, ammo moliyani boshqarishda sustliklari pand berishi ham mumkin. Tog' echkisi burji vakillari. Tog' echkilari sekin, lekin uzoq muddatli mehnat orqali boylikka erishadilar. Sekin ko'tariladilar, lekin xavfsiz daromadga erishadilar. Qisqichbaqa burji vakillari. Qisqichbaqalar oilaviy biznes, ko'chmas mulk orqali boylik orttiradilar. Oilasidan qo'llab-quvvatlash bo'lsa, tezroq daromadga erishadilar. Minus tarafi, ular kayfiyatiga bog'liq ravishda moliyaviy qarorlar chiqaradilar. Parizod burji vakillari. Parizodlar moliyani boshqarishda yaxshi, lekin boylikni mehnat bilan asta-sekin to'playdilar. Ular tejamkorlikni va hisob-kitobni yaxshi biladilar, biroq haddan ortiq tahlil pul yo'lini sekinlashtirishi ham mumkin. Siz qaysi burjga mansubsiz va bu borada nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Darvoqe, like bosib, kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang.